Toshkent shahri hududidan jami 7 ta asosiy daryo va kanallar oqib o'tadi. Bo'zsuv kanali, Darxon kanali, Jun salarning o'ng tomonida, Qoraqamish kanali, Qorasuv, Bo'zsuvga qaytishi, Salar kanali, Chirchiq daryosi. O'z navbatida bu daryo va kanallardan kichik ariqlar ajralib chiqadi. Afsuski bugungi kunda bunday ariqlar yo'q bo'lib ketmoqda. Mavjudlariga esa axlat chiqindilar to'planishi oqibatida suvlari ifloslanib ketgan va kelajakda ular ham yo'qolib ketishi mumkin. Toshkent shahar va viloyati aholisi yil sayin ko'payib bormoqda. Shu bilan birga tabiiy ravishda aholining ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji ham ortib boraveradi. Toshkent shahri va viloyatida ichimlik suvini isrof qilmasdan suvdan unumli foydalaning. Mavsumning issiq kunlari hovlida gilam, avtomashina va boshqa jihoz, anjomlarni yuvishda ichimlik suvdan foydalanmang. Inson bo'lib qoling. Axlat va turli chiqindilarni daryo va kanallarga tashlamang. Shunda siz nafaqat ma'muriy javobgarlikka tortilmaysiz, balki inson hayoti uchun muhim bo'lgan ichimlik suvini isrof qilmagan bo'lasiz.